Assalomu alaykum hammalarga. Bugungi videomizda Saraf robotni oxirgi 2 oy ichida qilgan rezultatlarni ko'rib chiqamiz. Esingizda bo'lsa, oxirgi videomizda mart oyi uchun obzor qilgan edik va o'shanda mart oyida umumiy bozor taxminan 2.05%, ya'ni total S ko'rishimiz mumkin va Bitcoinning o'zi 1.84% o'sib berganini ko'rishimiz mumkin. Unda Saraf robot biz yaqindagina mana rezultatini ham chiqardik. Hozir bir daqiqa. Mart oyining o'zida Saraf robot 3% ga yaqin daromad qildi. Mana ko'rishimiz mumkin. 3.04%, umumiy miqdorda 74 ta savdoni amalga oshirgan. Va bizda yangi hali tahlil qilmagan 2 ta oyimiz bor. Bu aprel juda ham yaxshi o'sgan va undan tashqari may oylarini rezultatlari, ya'ni ikkala foyda ham robot daromad qildi. To'g'ri, aprel oyida bozor juda ham yaxshi o'sdi. Ko'rishimiz mumkin. Bitcoinning o'zi oylik swechida 11.86%, ya'ni taxminan 12% ga yaqin ko'tarilishni amalga oshirdi va umumiy bozor esa bu holatda 9.55% bozor o'sgan. Shu holatda bizda Saraf robot 2.16% foyda qildi. To'g'ri, bir muncha kam, lekin Saraf robot esingizda bo'lsa, kim agar ishlatadiganlar bo'lsa bilishadi, aprel oyida qanchadir muddat, taxminan 10 kuncha savdo qilmadi. Bozorga birinchidan signal ham kelmadi, ikkinchidan ozgina texnik nosozlik ham bo'ldi. Shuning uchun savdolarning sonini ko'rishimiz mumkin 25 dona, lekin umumiyda baribir foydada chiqdik 2.16% va may oyida 2.65% foyda qildi. Ya'ni mana bugun iyunning 1-kuni, o'tgan oyda 2.65% ga o'sdi robotga ajratilgan kapital va bu paytda umumiy bozor 2.43% tushib, Bitcoin esa umumiy holatda 3.55% ga tushdi. Ya'ni bozor minus qilgan oyda robot foyda qildi va bunaqa rezultat birinchi marta emas. Esingizda bo'lsa, oldingi obzor videolarimizda taxminan o'sha noyabrdan boshlab hisoblaganimizda robot mana tushgan oylarning hammasida bozorga qaraganda yaxshiroq natija qildi. To'g'ri, qaysidir oylarda robot ham zarar qildi, lekin zararlari bozordagi va Bitcoinning zararlaridan, minuslaridan kamroq edi. Ya'ni ayni passiv daromad uchun trader qanchadir summasini ajratib qo'yishi mumkin bo'lgan bitta buni platforma deb men misol uchun o'zim uchun bemalol ayta olaman va men o'zim qanchadir qism kapitalimni robot ishlashi uchun berganman. Chunki mana bunaqa aprel oyiga o'xshagan zo'r bo'lgan oylarda misol uchun ko'p treyderlar bir necha karra daromad topishi mumkin, lekin bozor unchalik yaxshi yurmagan, ko'p volatilniy bo'lgan va odam o'zi kirishga qo'rqqan paytlarda robot hech qanaqa psixologiyasini buzmasdan, chunki ularning o'zida psixologiya bo'lmaydi, hech qanaqa hissiyotga berilmasdan faqatgina belgilangan qoidalar bo'yicha bozor kirib chiqishda o'zi umuman robotdan yaxshisi yo'q. Shuning uchun robotning rezultatlarini biz o'sha ko'rsatib berib boramiz va kimgadir misol uchun foydali, manfaatli bo'lsa, bu albatta bizani ham xursand qiladi. Umumiy holatda Bitcoinni ko'rishimiz mumkin. Haftalik holatini bozor yaqindagi o'sha yuksalishdan keyin, apreldagi yuksalishdan keyin tushishni boshlayapti. Katta ehtimol bilan bizani shu yana 66-67 ming atrofiga kelish ehtimolligi bor. Chunki ko'rishimiz mumkin, mana oxirgi haftada ham, ya'ni bu hafta endi boshlandi, shunda ham tushib kelayotganini ko'rsak bo'ladi. Va kunlik holatda ham bizda struktura singan, bozor down trendga deyarli birinchi holatda bunisidan o'tib bo'ldi. Mana bu order blokni buzadigan bo'lsa va pastga qarab sho'ng'ishi mumkin. Shuning uchun umumiy holatda qiynalib, umumiy holatda ehtiyot bo'lib turishimiz kerak. Buna holatda robot qanaqa savdo qiladi? Iyun-iyul oylarida ham buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Robotning o'zi qanaqa ishlashiga keladigan bo'lsak, robotda mana biz esingizda bo'lsa, boshidagi sonlardan ham o'sha summani o'zini aylantiramiz, ya'ni 10 ming ajratilgan edi. O'rtada robotni biz boshqatdan qayta o'sha texnik nosozlik tufayli qaytadan o'sha restart qilishga majbur bo'ldik, lekin shu summani o'zini qo'ydik. 10.597 bo'lsa, hozir 10.956, taxminan 11 minggacha chiqdi. Va yopilgan treyderlardan buncha foyda va hozir ochuv pozitsiyalardan buncha hozircha zararda turibdi. Hali stop losslar ham, take profitni ham bu pozitsiyalarda urgani yo'q. Va strategiyalar bo'yicha qanaqa rezultat bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Eng yaxshi rezultatni Candlemaster Smart Flow qildi va bu Evo Strike bilan Quantum unchalik emas. Va robotlarni qanaqa pozitsiyalar ochganini bu yerdan ko'rsak bo'ladi. Mana Smart Flow misol uchun nima pozitsiyalar ochgan va hozirgi pozitsiyasi mana minusda turibdi. Chunki bozor tushyapti. O'rtada bitta katta bo'lgani niyerdagi volatillik 253 dan 227 ga tushganda bu 10% zarar qilganini va keyin o'sha holatda bitta kunning o'zida bo'ldi, ikkita pozitsiya ochilgani
qolganlarini aytmasa, qolgan holatlarda bu zararli yopilib ketgan. Ko'rishingiz mumkin. Ko'p paysiz ochdi bu robot va umumiy holatda robot Smart Flow foydadan chiqqan. Quantum hozirgi ochuv pozitsiyalarning hisobiga minusda turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Candle Masterning o'zi ham foydada turibdi. Va Evo Master bor yo'g'i 4 ta pozitsiya ochdi. Deyarli polностью ekan, foydalar zararlarni qoplab bo'lgan bu yerda. Xo'p, agar sizni summangiz kichkina summa bo'lsa, $1000 bo'lsa, siz ham buni ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni mana bu joyda tariflar bor. Agar $1000 gacha bo'lsa, siz bemalol free tarifini ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni free tarifida, tekin tarifida siz oylik to'lanadigan komissiyangiz, ya'ni tarif planingiz bo'lmaydi, summangiz bo'lmaydi. Faqatgina sotilgan savdolardan 0.30% komissiya olishi mumkin. Starter, standart, pro tariflarida oylik to'lov mavjud, lekin komissiya miqdori tarif oshgani sari kamayib boradi va eng arzoni bu 0.10%. Sizga qaysi tarif mos kelishi mumkin, mana bu joyda ko'rsangiz bo'ladi. Agar sizning summangiz $1000 gacha bo'lsa, bepul tarifi, 1000 dan 3000 gacha bo'lsa starter, 3000 dan 7000 gacha bo'lsa standart. Agar 7000 dan baland bo'lsa, bu yerda 7000 dan 10000 gacha deyilgan, lekin 7000 dan baland bo'ladigan bo'lsa, sizga vigida, sizga foydaliligi premium tarifini tanlash bo'ladi. Bu yerda o'sha sarf robotdan maksimal foydani ko'paytirish uchun qanaqa summa bilan boshlash kerak va qaysi tarif tanlash kerak, mana shu haqida ma'lumot berilgan. Va mana bu komissiyalarga olinadigan pul bizlar hamyonimizga tashab qo'yishimiz kerak. Xuddi Paynetga o'xshab, qanchadir pul tashab qo'ysangiz, komissiyalarga aynan mana shu joydan yechib boradi. Va quyidagicha mana bunaqa hisob-kitob bo'ladi. Demak, bu sarf robot haqida qisqacha yana ma'lumot berib o'tdim. Natijalarni birgalikda sizlar bilan ochiq oydin olib ketyapmiz. Kim o'sha sarf robotga o'zini o'sha akkauntini ulagan bo'lsa, unga Telegramda mana shunaqa ko'rinishda ochilgan, yopilgan savdolar mana shunaqa informatsiya keltirib turadi. Misol uchun, mana bugun 3.40 da mana bu narxda olib, mana bu narxda sotgan 292% foyda qilgan. Va bu tarifda, ya'ni mana bu coin bilan savdo qilgan. Foyda qilgan, zarar qilgan hammasini mana shu joyda bemalol ko'rib tursa bo'ladi va oylik va haftalik natijalarni ham biz mana shu yerda ko'ra olamiz. Mana bu yerda ko'rsak bo'ladi. Tak, bu 31-may. Mana kunlik savdolari, haftalik qanaqa natija qilgan va oylik, mana oylik may oyida 265 mana shu joydan kelgan. Va hokazo mana shunaqa qilib biz savdolarni bu yerda ko'rib borsak bo'ladi. Undan tashqari bizning sarf community'miz bor. Bu yerda har bitta bo'layotgan savdolarni deyarli har kuni agar savdo ochgan bo'lsa, pozitsiyalarni tashab boramiz. Kuniga qancha foyda yoki zarar qilganini hammasini ochiq oydin sizlarga berib boramiz. Demak, bu sarf robot haqida qisqa ma'lumot edi. Sizlar bilan bozorni tahlil qildik. Bozorni va umumiy Bitcoin va umumiy bozorni qancha foiz daromad yoki zarar bo'lganini ko'rdik. Uni sarf bilan solishtirdik. Keyingi sonlarda ham xudo xolasa oylik shunaqa qilib olib boramiz. Sizlar bilan ochiq oydin uni sarf robot natijalarini ko'rsatib boramiz. Hammalarga xayr, keyingi sonlarda ko'rishguncha.